Hammasidan charchadim. Aksiga olib bu ham ochilmayapti. Yaxshi kinoga o'xshaydi. Qani edi men ham aktyor bo'lsam-da. Hamma qizlar menga keyin kompot bo'lardi. Pul bor, biznes bor. Atak bitta erkak yo'q, normal, baxtli qiladigan. Lekin yoshligimda orzuyim bor edi. Yaxshi ashula aytardim, she'rlar yozardim. Joniy Mavloniy degan taxallusim bor edi. Mayli. Voy bile. Akkumulyator o'tirib qoldimi, biladi. Yaxshi ham shu ozgina pulim bor edi. Shu telefonchani oldim. Qani. Alo, Vaysa? Qalaysan? Men Joniy Enderfoniyman. O'zimni eski ishimga qaytdim, Qara. Nima hozir bizneslar yaxshi bo'lyapti. Shu desam menda ozgina pul bor edi. O'sha pulni senga tiksam, 5000 dan vlajniy salfetka olib senga o'tkazsam, sen uni 25000 dan sotib, menga 20000 bersang ham o'zingga 5000 qolardi-da. Ochardi. Keyin qara, menda mamta kartonlar bor. Kartonlarni yig'ib bersam, baklashkalar, hammasini plastiklarni yig'ib bersam, sen ularni o'sha eski ishimizdan qilamiz-da, Vaysa. Bo'ldi, sen kelgin bugun? Ha, bo'pti. Ana, biznesni ham boshlab oldi. Jim o'tirsa bo'lmaydi. Hamillash kerak erkak kishi degan. Qani qaraylik endi.